Endi nima ishing bor? Xotining chaqirtirgan. Yo eshitdi. Qolmang, mana o'zingni menga baqiryaptimi? Mana o'zingni menga xo'jaylik kim mana begimot? Kim mana bu begimot? Dadasi. Kim bu begimot? Dadajonisi. Asabiylashmang. Tushuning. Siz ham odamsiz-ku dadajonisi. Bilasiz, qachondan beri mazza qilib, rohatlanib uxla olmayman. O'shanga chaqirdim. Yo'q! Yo'q! Mana sen Allohni uxlatib qo'yadimmi seni? Allohni uxlatib qo'yadimmi seni? Dadasi. Dadasi tinchlaning. Uni dugonam tavsiya qildi. U professional ekan. Nimasi professional ekan mana begimotda? Nimasi professional ekan begimotda? Dadajonisi tushuning. O'zini ishini qilib ketadi. Dadasi, tishlaning. Bu nima degani? Jonim, ichim yonib ketyapti. Ichim yonib ketyapti. Chiq bu yoqqa, chiq bu yoqqa. Nima bo'la shayton paytomi bu? Hozir borga qaq ketib qoldi bu shayton payto. Nima bo'la bu? Voy, ichim yonib ketyapti. Odamni ishlatgani qo'yasizlarmi, qo'ymaysizlarmi? Men o'zim keldimmi? Men o'zim keldim. Xotining chaqirtirdi-ku, dugonasi tavsiya qilgan ekan. Ha, dadajonisi. Dadajonisi. Nima deyapti bu? 1-2 soatlik ishi bor, o'shani tugatadi, ketadi. Menim qamoqchimasmi? Bu nima degani? Balkim eshik orqasidan poylab turarmi? Yo 1-2 soat ko'chalarni aylanib kelarman balkim, Bitta roltini olib keling. Siz aralashmay turing. Bo'lmasa sizlar kelishib olinglar, men ketaman. Ketsin. To'xtang. Qaqa ketasiz, qaqa ketasiz. Ketsin. Ketmaydi. Sen hali uni to'xtatyapsanmi? Sen hali uni to'xtatyapsanmi? Voy! Ichim yonib ketyapti. Dadasi u ketolmaydi. Ishini tugatmaguncha ketolmaydi. Men uni pulini berib qo'yganman. Sen unga pul ham to'laganmisan hali. Men tekinman-da. Bu pullik men tekinman. Tanla, u yoki men. Men o'zim keldimmi? Men o'zim keldimmi? O'zi chaqirdi, dugonasi tavsiya qilgan. Hozir joyingiz ham keraksiz. Dadasi. Dadasi. Dadajonisi. Tushuning, dadasi, siz u qilgan ishni qila olmaysiz. Dadasi. Dadasi. Birinchidan vaqtingiz yo'q. Ikkinchidan juda bo'shsiz. Uchinchidan qilsangiz shu vaqtgacha qilardingiz-da. Все.